Assalomu alaykum azizlar. Demak, bugungi temamiz bizda jigar sirrozi va uni asoratlari haqida bo'ladi. Ya'ni bizga yaqinda bir bemorimiz murojaat qilganlarida ulardan tekshiruv xulosalarini jo'natishni so'radik. Ya'ni ularning asosiy shikoyatlari mana shu qorindagi atsid. Atsid nima bu? Qorin bo'shlig'iga suyuqlik to'planishi. Mana ko'rishingiz mumkin. Normadan albatta farqlanyapti. Hamma o'zini qorniga nazar solgan bo'lsa kerak. Demak, bularda ko'rishingiz mumkin, qorinda suv yig'ilgani, qorinni shishganini ko'rish mumkin. Demak, bu qaysi kasallik? Birinchi o'chirda asid bu jigar sirrozini asoratida biri hisoblanadi. Demak, bu bemorga nima shikoyatlar beradi? O'zi asoratlanish davrigacha kelgunga qadar bu jigar sirrozi rivojlanib ulgurgan bo'lishi kerak. Bemorda asosan hozirgi shikoyatlari o'ta kuchli holsizlik, hazm bilan bog'liq shikoyatlari. Ya'ni o'zi jigar sirrozida mana shu ikkita belgi bemorning ahvolini, hayotiy yumushlarini bajarishga to'sqinlik qiladigan belgilardan hisoblanadi. Asteno-vegetativ sindrom hamda dispepsiya sindromi. Ya'ni shu aytganimizdek holsizlik hamda ovqat hazm qilish bilan